kuylash va madiylash siz anglashga xohlaydigan so'z. Ammo tanqid siz anglashga ehtiyojli so'z. Faqat sizni haqiqiy yurkidan yaxshi ko'rganlar bu ikkisini bir vaqtda sizga ato qila oladi. Biz shuni his qilamizki, mayli jamiyatda va yoki bu to'rlarda bo'lsin, ikki xil ovoz shunchaki yangroq. Birinchisi ya kuylab madiylaydi, yana birisi tanqidlaydi. Ammo kuylab madiyalashni bu yaxshi ko'rish deb qaraydi. Xuddi men aytganga o'xshash, tanqidlash imkon muhim deganga o'xshash, tanqidlashni bir yaxshi ko'rish yo bo'lmasa ilgirlash deb qaraydi. Biroq bunda bir gapni o'ylaylik. Sizni doim madilaydigan, kuylaydigan odam va yoki ma'lum bir jamiyatni, ma'lum bir shayni doim kuylaydigan odam amaliyotda uning ikki xil imkoniyat mavjud. Birinchisi, haqdan sizni bek yaxshi ko'rdi. Yo bo'lmasa sizni yaxshi ko'rmaydi, ammo haqiqiy ahvolni deyishdan ansirab, qo'rqib sizni kuylaydi. Haqiqiy yaxshi ko'rish asli hargizmi qarg'ulachi bo'lgan kuylash, madilash emas. Aksicha, garchi ikkimizning o'rtasidagi bearamlikni hosil qilsa-mu, biroq sening o'sib yetilishing, ilgirlishing uchun foydali bo'lsin deydigan ilqindoq g'ayrat va rozimanlik asli haqiqiy muhabbat bo'lish kerak edi. Platonning bak güzel bir gapi bor. Flattery is the worst of all corruption that can enter a society. Yani bir jamiyatdagi chiriklishning eng qo'rqinchli, eng nachar chiriklishish dal qarg'ulacha kuylash. Shunga biz nemishqa kuylashni muhabbat emas deb qaraymiz. O'ylab boqaylik. Bir odam sizlarni qarg'ulacha kuylasa, madilasa bizde qandaq hissiyat bo'ladi? Birinchi, bizde bir xil güzel hissiyat hosil bo'ladi. Bu güzel hissiyat bizning o'sib yetilishimiz emas, aksicha bizning manmanligimizni oshirib yetadi. Haqiqiy bo'lgan masala yipilib qoladi bu sabablik. Eng oxirida biz o'zimizning kimligimizni bilmay, selishtirish bo'lmaganlik sababdan dunyoda men o'chganman deb yashaymiz. Biroq haqiqiy competition kirgan vaqtida hamma ish tugishadi. Haqiqiy muhabbat amaliyat bunday bo'lmaydi. Haqiqiy muhabbat nima bo'ldi? Haqiqiy muhabbat nimani ko'rishni xohlaydi? Haqiqiy muhabbat qarshi tarafning diqqatini yig'ishini, o'ziga mablag' selishini, samimiy bo'lishini, g'ayratli bo'lishini umid qiladi. Shunga men doim deyman, qarg'ulachi madilab kuylash hojatsiz, chunki yaxshi narsa hammadan qabul qila oladi. Gap bizni bearam qilgan narsalarni qabul qilish. Uni bearam qilish dal tanqid. Tanqidning hammasini qo'pqilay. Okay, unaqsa xalq meni tillaydi ekan. Bumi tanqidmi? Xalq meni haqorat qiladi ekan. Bumi tanqidmi? Men esim qilishcha, men tanqidlagan. Maktab dars o'tagan vaqtlarimda esimda bor, men tanqidlagan, biroq esim chiqibdi. Qaysi bir qitim tanqidlashdan keyin qaytib tushib, men kitobda bunda bir narsa o'qib qolgandim. Ko'pchilik oldida qilingan har qanday tarbiyaning o'zi haqorat qilish deb. Bu gapni men 100% qo'shilib ketmayman, biroq bu gapni men ma'lum tarafdan qo'llayman. Chunki tanqid menimcha ikkiga bo'linishi kerak. Birinchisi buzg'unchilik xarakteriga ega bo'lgan tanqid, yana birisi bizning o'sib yetilishimizga foydali bo'lgan tanqid. Emas qanday tanqid buzg'unchilik xarakteriga bo'ladi? Dal bizning to'rlarda bir-birimizga bo'layotgan attack, ya'ni bir-birimizga bo'layotgan hujumlar, haqoratlar, bir-birimizning ko'ngil og'irtishlarimizning o'zi buzg'unchilik xarakteriga ega bo'lgan tanqidlar. Bularni men qo'llamayman. Bular yaxshi emas. Bunda qilmasligimiz kerak. Emas tanqid qanday bo'lishi kerak? Tanqid asli constructive bo'lishi kerak. Ya'ni bizning ilgirlashimizga foydali bo'lishi kerak. Qanday bo'lganda bizning ilgirlashimizga foyda bo'ldi? Bizga yo'l ko'rsatish kerak, qo'llash kerak, bizning o'sib yetilishimizga yordam bo'lishi kerak. Ya'ni meningcha bir yaxshi bo'lgan bir tanqid meningcha bu aniq bo'lishi kerak. Ya'ni masal nada aniq deb berish kerak. Hurmat qilish kerak. Bizning kishilarning ya bo'lmasa qarshi tarafning bizning xarakterimiz emas, bizning qilayotgan qiliqimizga, xato bo'lgan qilmishimizga fokus nuqta tushish kerak. Shuning bilan birga buni hal qilish masalalari, amallari va g'ayrati bilan bo'lishi kerak. Shuning bilan birga bizni kontrol qilma emas, aksicha bizning o'sib yetilishimizni ko'rishni xohlaydigan fikrlar meningcha yaxshi bo'lgan tanqid qator kirdi deb o'ylayman. Shunga meningcha haqiqiy bir tanqid, muhabbat tarafidan hosil bo'lgan bir tanqid
hargizmi haqorat, qoqshash va kontrol qilish bilan mangu tang bo'lmaydi. Shunga agarchanda ma'lum bir tanqid bir cho'nqur bo'lgan oshning nuqtasini chiqib turib o'ylalaydigan hissiyat bo'lsa, mana bu haqiqiy qo'g'dash bo'ladi. Agar oshning uchun o'ylagan, oshni o'rniga o'zini qo'yib turib, chin yurkidan chiqmagan har qanday bir tanqidning o'zi bir quruq gap bo'ladi amaliyotda. Shunga beshida degan gapimni o'zimni bak yaxshi ko'radigan gap. Ya'ni kulish madiylash o muhabbat emas. Ama tanqid muhabbatmi? Shundoq. Ama tanqidning hammasi muhabbatmi? Yo'q. Shung eng oxirida eng beshi degan gapimni yana bir deb qo'y. Bek go'zal gap. Hammamiz esimizda tutayli. Maqtash madiylash sizning anglashni xohlaydigan so'zingiz. Tanqid siz anglashga ehtiyojli so'zingiz. Faqat sizni haqiqiy yaxshi ko'radigan odam bu ikkisini tang bir vaqtda ato qila oladi. Thank you very much and see you next time.